bizda istalgan mashinani to'xtatib, shtrafingiz bor ekan deb mashinani olib kirib qo'yapti, gaylar, bilasizmi? Haligi jarimani to'lamagan bo'lsangiz, yo'l harakati qoidalarini buzgan haqida jarimani to'lamagan bo'lsangiz, shuni olib kelib sizni jarima maydonchasiga tortib qo'yapti mashinangizni. Aslida yozilgan qonun qoida qanday degan savol bo'ladigan bo'lsa, yozilgan qonun qoida bo'yicha har kuni ertalab ana shu gaylarning gruppasining rahbari o'ziga MIBdan kelib tushgan ro'yxat asosida mana shu mashinalarni ushlab jarima maydonchasiga tortinglar, sabab to'lanmabdi deyish kerak. Istalgan boshdan to'xtab jarimangiz bor ekan, siz ketdingiz deyish haqqi yo'q uni. Tekshirib chiqqan. Ha, tekshirib chiqqan, sizda chiqib qoldi, 3 oydan o'tib ketib qolibdi, boshqa jarima maydonchasiga ketadi deyish haqqi yo'q uni. Sababi buni reglamenti bor. Reglamenti bo'yicha ana shu yozma ko'rsatma berilgan bo'lish kerak. Iminnoy Jahongirda mashinasi jarimaga tortilish kerak deb iminnoy keladi. Ana shu iminnoydan keyin meni ushlab qidirib yurib, topib, kamerada qilib topadi.